Sayohatda aqldan ozmaslik uchun 5 ta ilova. Flight Radar 24. Almashtirish bilan sayohat qiladigan yoki tez-tez komandirovkaga boradiganlar uchun juda foydali ilova. Parvozlar haqidagi ma'lumotlar juda tez yangilanadi. Kechikish haqida aeroportda baland ovozda e'lon qilishidan oldin bilib olasiz. Maps.me sayohatchilarning ishonchli hamrohi. Foydalanish uchun internet ham shart emas. Kerakli shahar xaritasini yuklab oling va istalgan yo'nalishni rejalashtirib bering. Speak and Translate tarjimon atrofdagilar bilan suhbatlashishga yordam beradi. Har qanday matnni ovozli o'qitish, har qanday nutqni esa o'zbek tiliga tarjima qilish mumkin. Aviasales ilovasidagi Uyobiyo. Bu bepul qo'llanma. Unda diqqatga sazovor joylar, restoranlar, sayyohlarsiz va Instagramli joylar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Booking.com. Bu yerda siz har qanday byudjetga mos keluvchi tekshirilgan turar joylarini topishingiz mumkin. Hostellardan tortib mehmonxonalar va apartamentlargacha. Bron qilganingizdan so'ng elektron pochtangizga tasdiqnoma keladi. Bu esa viza rasmiylashtirishda yordam beradi.